Yangi O'zbekiston rahbari boshlagan barcha islohotlar muqaddas islom dinining insonparvarlik ta'limotiga hamohang. Inson qadri uchun, inson baxti uchun degan ezgu g'oya asosida amalga oshirilayotgan xayrli ishlar esa yurtdoshlarimizni ilm-hunar egallab, ma'rifatga intilishga undaydi. Kundan kunga ziyoda bo'lib borayotgan shukronalik tuyg'ulari esa kishilar qalbiga munavvarlik ulashadi. Shu bois ona yurtimizda o'tayotgan har bir kun, har bir lahzaning shukuhi o'zgacha, jumladan muqaddas Ramazon oyining ham. Mehr, muruvvat, saxovat va oliyjanoblik fazilatlari yanada ziyoda bo'ladigan bu oyning biror kuni yo'qki, bag'rikeng va mehridaryo millatdoshlarimiz yaratgandan butun dunyoga tinchlik, insonga ehtirom, millatlararo totuvlik barqaror bo'lishini so'ramagan bo'lsa. Axir mo'tabar dinimiz islom bani basharning barcha vakillariga nisbatan yaxshilik sog'inishni buyuradi. Bu undovga labbay deb javob qilish ayni savob ekanligini teran anglagan yurtdoshlarimiz esa Ramazon hayitini dillarida shukronalik ila qarshilab, yangi O'zbekiston xalqi va uning elparvar yetakchisi haqqiga duolar qildilar. Haq taologa behisob hamdlar bo'lsinki, bu yil yurtimizdagi 1700 dan ziyod masjidda xatmi Qur'onlar o'qildi. Qadr kechasida Qur'oni Karim xatmlari yakunlanib, yurtdoshlarimiz barcha masjidlarda bir vaqtda duoga qo'l ochdilar. Jamoat bo'lib qilingan bunday iltijolar ijobatidan yurtimiz yanada ravnaq topadi. Hayotimiz tinch va farovon bo'ladi. Ikki dunyoyimiz obod bo'ladi inshaalloh. Ulug' kunlarni mana shunday shukuhli o'tishi oilalardagi quvonch shodliklar, farzand va nabiralar xursandchiligi, Qodir egamning diyorimizga ato etgan tinchlik, xotirjamlik ne'mati tufaylidir. Azizlar, so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan diniy sohadagi islohotlar, yangi ochilayotgan masjid, madrasalar, qayta obod bo'layotgan qadamjolar, ko'payib borayotgan Qur'oni Karim kurslari hamda haj, umra qiluvchilar sonini yil sayin ortib borayotgani xalqimizni mamnun etmoqda. Bular qatorida bu yilgi moh Ramazon xalqimiz uchun esda qolarlik tarixiy voqealarga boy bo'ldi. Ulug' ayyom kunlarda muhtaram prezidentimiz Samarqanddagi Imom Buxoriy hazratlarining maqbarasini ziyorat qilish asnosida majmuadagi bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirdilar. Qur'oni Karim oyatlari tilovat qilinib, alloma ruhiga baxshida etildi. Ramazon saxovat, birdamlik va bag'rikenglik g'oyasi asosida ehtiyojmand, ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarga yordamlar qilindi. Ushbu fazilatli oy davomida yurtimizdagi 9,5 mingga yaqin mahallada kam ta'minlangan va ehtiyojmand oilalarda iftorlik dasturxonlari yozilib, xayr saxovat ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, nogironligi bor oilalar, mehribonlik, saxovat va muruvvat uylarda yashayotgan kishilar holidan xabar olish kabi savobli ishlar dillarini shod etdi. Muxtasar qilib aytganda, ulug' oyda yurtimizdagi barcha xayrli ishlar dinimiz mohiyatiga uyg'un bo'lishi barobarida mamlakatimizda amalda bo'lgan inson qadri uchun, inson baxti uchun degan ezgu g'oya asosida amalga oshirildi. Yangi O'zbekiston rahbarining e'tiqod erkinligi, diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik, inson qadri va ijtimoiy himoya borasidagi ezgu siyosati el-aro muqaddas amallarning yanada ko'payishiga xizmat qilmoqda. Qolaversa, yaqin yillardan beri yurt ravnaqiga, tinchlik va osoyishtalikka, ta'lim va tarbiya, ma'naviyat, ma'rifat va din rivojiga baholi qudrat hissi qo'shayotgan har bir kishi munosib rag'batlantirilib, kamtarona xizmatlari samimiy e'tirof etilayotir. Davlat rahbarining bu Ramazon hayiti munosabati bilan yurtimiz musulmonlariga yo'llagan qutlug'ida ham diniy ma'rifiy soha vakillarining fidokorona mehnati alohida e'tirof etildi. Bu yangi O'zbekiston fenomenining tahsinga sazovor jihatlaridan biri. Xalqimizning tanlovi esa har bir ijtimoiy hodisaga ilm nuqtai nazaridan yondashish, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashishdir. Ramazon oyi arafasida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining vijdon erkinligini ta'minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasi esa bu tanlovning yaqqol ifodasi bo'ldi. Diniy sohadagi huquqlar aniq bayon etilib, davlatning bu boradagi mas'uliyati va majburiyatini belgilab bergan ushbu konsepsiya sohadagi qator masalalarga yechim bo'lishi kutilyapti.
Yangi O'zbekiston sharoitida xalqimizning ma'rifatini oshirish, diniy va dunyoviy bilimlarni oshirish borasida bir qator islohotlar, bir qator juda ham katta bir yangiliklar amalga oshirildi-da. Islohotlarning boshida avvalambor davlat rahbarining siyosiy irodasi va davlat va jamiyatning o'zaro uyg'unligini ta'minlashga qaratilgan o'ziga xos siyosati yotibdi. Albatta, bunday bir sharoitda biz diniy sohada xalqning diniy savodxonligi va bugungi kunda ushbu savodxonlikning ma'naviy ma'rifiy hayotimizda tutgan o'rnini alohida qayd etib o'tishimiz kerak. Birinchi navbatda huquqiy baza shakllantirildi. Bilamiz, 2017-yilda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning yangi tahriri chiqdi. Aynan ushbu qonun bilan O'zbekistondagi mana shu sohadagi islohotlarning tamadduni ham o'ziga xos bir mustahkamlandi. Bundan tashqari mana yaqinda O'zbekiston Respublikasining dinga oid bo'lgan davlat siyosati to'g'risidagi konsepsiyasi ham aynan davlatning bugungi kunda qanday pozitsiyada turganligi, qanday jamiyat uchun yaratilgan sharoitlarni qanday yondashayotganligini ko'rsatib berdi. Aslida olganda bu konsepsiya hamma davlatlarda ham e'lon qilinmaydi. Qaysi din vakili bo'lishdan qat'iy nazar, mana shu yangi O'zbekistonda erkin fuqaro va huquqiy ijtimoiy kafolatlarga ega bo'lgan fuqaro sifatida yashash uchun esa maydalangan yoki aniq ko'rsatilgan normalar kerak. Bugungi kunda dunyoviylik har qanday din vakilini himoya qiluvchi bir hodisa hisoblanadi, bir tamoyil hisoblanadi. Dunyoviylik qonunlarga asoslanar ekan, qonunlar aynan har bir insonni, fuqaroni o'sha diniy erkinligi va millatlar totuvligini ta'minlovchi bir kafolat hisoblanadi-da. Insonparvarlik, mehr-oqibat, xayr-u saxovat va bag'rikenglik ramzi sifatida qadrlanadigan Mohi Ramazonni munosib nishonlashga yangi O'zbekistonda har yili puxta tayyorgarlik ko'riladi. Bu esa yurtimizdagi barcha musulmonlarga diniy ibodatlarni xotirjam ado etib, muborak oy barokotidan bahra olish imkonini tuhfa etadi. O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan butun mamlakat bo'ylab kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan, nogiron a'zolar bor bo'lgan oila vakillari, nuroniylar uchun iftorlik dasturxonlari yozilishi, ilm ahliga, el ardog'ida bo'lgan hurmatli kishilarga, kayvoni va oqsoqollarga ehtirom ramzi o'laroq davlat rahbari qarorgohida iftorlik berilishi va unda shaxsan prezidentning o'zi ishtirok etgani ko'p millionli xalqimizning odil rahbar atrofida jipslashganidan, milliy diniy qadriyatlarimizga oliy darajadagi hurmat va ehtiromdan darakdir. Muqaddas dinimizga, musulmonlarga, ulamolarga bo'layotgan bu yuksak e'tibor O'zbekiston prezidentining Ramazon hayiti munosabati bilan xalqimizga yo'llagan samimiy qutlovida inson qadrini ulug'lashga urg'u bergan, tinch osoyishta hayotni qadrlashga undagan chorlovida ham yaqqol seziladi. Davlat rahbarining Ramazon hayiti qutlovi barcha qatori yurtimiz ulamolari va diniy ma'rifiy soha xodimlarini ham mamnun etdi. Azizlar, dar haqiqat bu yil Ramazoni sharif yurtimizda juda bir ko'tarinki ruhda, ajoyib bir shukuhda, fayzda, barakada bo'lib o'tdi alhamdulillah. Mana bugun hayit kunlariga ham yetdik. Allohga shukr. Ertalab tongdan yurtimizda barcha masjidlarimizda yurtdoshlarimiz hayit namozlarini ado etdik. Hayit namozimiz yakunida yurtimizdagi fayzni, barakani, tinchligini, osoyishtaligini so'rab Allohdan duolar qildik. Duolarimiz ijobat bo'lsin. Ha azizlar, Ramazon oyi arafasida muhtaram prezidentimiz Ramazon oyini yurtimizda ko'tarinki bir ruhda milliy an'ana va qadriyatlarimizga asoslangan holatda o'tkazaylik degan ma'noda qaror qabul qildilar. Ushbu qarorning shiori o'laroq saxovat, birdamlik, bag'rikenglik masalalariga alohida urg'u berildi. Allohga shukrki, Ramazon oyi davomida yurtimiz bo'ylab mana shu shior ostida ko'plab saxovat ishlari amalga oshirildi. Ma'lumki, O'zbekistonimiz ko'p elatli, turli diniy konfessiyalardan iborat bir mamlakat. Lekin hammamiz bir vatanning farzandlarimiz, O'zbekiston fuqarolarimiz. Alhamdulillah, mana shu munosabat bilan hammamiz hamjihat bo'lib, ham fikr bo'lib, shunaqa bir xayrli ishlarni amalga oshirdik. Yurtimizdagi o'sha boshqa millat vakillaridan ham, boshqa din vakillaridan ham xabar oldik. Ularning ehtiyojlarini ravo qildik. Ular ham ko'zlariga yosh olib prezidentimizga o'z minnatdorchiliklarini bildirdilar. Islom dinining insonparvarlik mohiyatini chuqur o'rganish, buyuk tariximiz va madaniyatimiz durdonalarini, ulug' allomalarimizning boy merosini to'plash va keng targ'ib etishga yangi O'zbekiston rahbari alohida e'tibor qaratgan. Poytaxtimizda bunyod etilayotgan O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi aynan shu tashabbus samarasi o'laroq barpo etilmoqda. Bu ulkan ilmiy ma'naviy loyiha necha ming yillik taraqqiyot tarixini o'zida mujassam etib, yurtimizda vujudga kelgan islom sivilizatsiyasi aynan ilm-fan, ta'lim-tarbiya, madaniyat va ma'rifat rivojiga sabab bo'lganini,
ajdodlarimizni buyuk kashfiyotlarga ruhlantirganini anglatib turadi. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi bu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning muallifli loyihalari. Hech qachon bu loyiha u kishining diqqat e'tiborlaridan chetda bo'lib qolmadi. Takror va takror bu joyga ziyoratlar, tashriflar bilan keldilar. Har bir element, uni har bir bo'lagini aytishimiz mumkin. Uni bezagi bo'ladimi, mazmun mohiyati bo'ladimi, arxitekturasi bo'ladi, undagi yozuvlar, dekorlar va hokazolar u kishining nazaridan, nigohidan o'tmoqda. Bu ana shu markazni xalqaro darajadagi bir zamonaviy mega platforma sifatida shakllanishiga xizmat qilmoqda, yordam bermoqda deb aytishimiz mumkin. Mana shu ma'noda men shu olimlar jamoasini bir vakili sifatida aytishim mumkinki, olimlar biz maza qilib ishlayapmiz. Shunday bir sharoitlar yaratilmoqdaki, ana shu sharoitlardan foydalanib butun bilimlarimizni prezidentimiz tomonidan olg'a suriladigan g'oyani bekami ko'st mukammal hayotga tatbiq etilishini ta'minlashimiz bizni bo'ynimizdagi vazifa, mas'uliyat deb bilamiz. Bir asrda bir marta bo'lishi mumkin bunaqa loyiha. Bunday loyihani har qanday mamlakat ham amalga oshira olmaydi. Butun dunyoni diqqatini jalb qila oladigan merosga ega mamlakatlarning o'zi oz. Yurtimiz shunday bir baxtli, saodatli yurt ekanki, bizda ajdodlarimiz shunday bir ulug' insonlar bo'lishgan ekanki, biz ana shunday bir baxtni egasimiz. O'zbek me'morchiligining zamonaviy ko'rinishini o'zida aks ettirgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi binosi tashqi fasoddan tortib, ichkaridagi muhit ham insonni junbushga keltiradi. Lekin eng muhimi bu yerdagi qimmatli asarlar, durdonalar, qadim ajdodlarimizdan qolgan ulkan madaniy meros namunalari hisoblanadi. Uning ekspozitsiyalarida nafaqat islom, balki undan avvalgi davr sivilizatsiyalariga mansub osori atiqalar ham o'rin egallashi rejalashtirilgan. Yaqinda shu yilning yanvar oyini 29-kunida prezidentimiz markazimizga navbatdagi marta tashrif buyurdilar. Aytish lozimki, har bir tashrif biz uchun ham imtihon, ham bir ilhom manbai deb aytishimiz mumkin. Chunki qilingan ishlarga bir baho berib, ularni fazilatlarini ko'rsatib, e'tirof etib, lekin ularni yanada qanday qilib boyitish mumkinligi, ularni ham jozibadorligi, ham haligi ta'sir kuchini oshirish yo'llari qanday bo'lishi mumkinligi to'g'risidagi o'zlarining fikrlari, tavsiyalarini beradilar. 29-yanvarda qilingan tashrif ham ayni ana shunday kayfiyatda, ana shunday ruhiyatda o'tdi. Jumladan tegishli bo'limlarini qanday takomillashtirish mumkin? Fayl uchun yaratiladigan 14 ta mahobatli rang tasvir asarlarida qahramonlari kimlar bo'lishi lozimligi haqida juda qimmatli bir tavsiyalar berdilar. Ana shularni biz olimlar, butun O'zbekiston olimlari va hatto chet ellik katta mutaxassislar, ekspertlarni jalb qilgan holda bugun hayotga tatbiq etish yo'llarini izlamoqdamiz. Shu berilgan takliflar albatta o'zini hayotiy mujassamini topadi. Ayni vaqtda Samarqandda hadis ilmining sultoni Imom Buxoriy majmuasi qurilishi ham jadal davom etmoqda. Ramazon oyida O'zbekiston prezidenti bu maskanni yana bir bor ziyorat etdi. U yerda buyuk ajdodimiz hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan muzey va ilmiy dargohlar bilan birgalikda 10 ming kishi ibodat qilishi mumkin bo'lgan muhtasham masjid ham bunyod etilmoqda. Majmua joriy yilda ochilishi kutilmoqda. Diniy ma'rifiy sohaga davlat darajasida qaratilayotgan e'tibor ko'lamini belgilaydigan voqeliklar shu qadar ko'pki, bitta lavhaga sig'dirish aslo mumkin emas. Ammo O'zbekiston prezidentining Imom Moturidiy tavalludining 1155 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori haqida alohida to'xtalmaslik mumkin emas. Ushbu qaror sabab aqida ilmining zabardast vakili bo'lgan Imom Moturidiy hazratlarining Samarqand shahrida joylashgan muborak qadamjosi yanada obod qilinib, boy ilmiy merosi va moturidiylik ta'limotiga oid ilmiy asarlarga e'tibor yanada oshadi. Xorijiy olimlar ishtirokida nufuzli xalqaro anjuman o'tkaziladi. Butun dunyoga ibrat bo'lgan buyuk alloma va mutafakkirlarimiz ilmiy merosini o'rganib, xalqimizga yetkazishga yo'naltirilgan ulug'vor siyosatning natijalariga barcha guvoh. So'nggi 7 yil davomida yurtimizda Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlarining tashkil etilgani,
Buxoroda Mir Arab oliy madrasasiga, Samarqandda hadis ilmi maktabiga asos solingani, Qashqadaryoda Abu Mu'in Nasafiy, Namanganda Sulton Uvays Qaraniy qadamjolari, Toshkentdagi Suzuk ota majmuasi yangidan bunyod etilgani, o'nlab muhtasham masjid va madrasalar barpo etilib, ko'hna ziyoratgohlar obod qilinayotgani yangi O'zbekiston solomasining yorqin sahifasi bo'lib qolishiga shubha yo'q. Ramazon oyi biz uchun, xalqimiz uchun yana bir quvonarli hol bo'ldiki, bevosita yurtboshimiz tomonidan Imom Motrudiy tavalludining 1155 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarorlari qabul qilindi. Albatta bu xalqimiz uchun juda ham bir quvonarli, yurtdoshlarimiz juda ham bir ko'tarinki bir ruhda qabul qildilarki, aynan davlat rahbari tomonidan buyuk ajdodlarimizga bo'layotgan e'tiborni, ularning nomini abadiylashtirish sohasida yo'nalishda qilinayotgan keng ko'lamli ishlarni albatta xalqimiz juda ham bir ko'tarinki ruhda, kayfiyatda qabul qildi va bu nafaqat xalqimiz tomonidan, balki men aytgan bo'lardimki, xalqaro miqyosda ham, xorijlik ekspertlar tomonidan ham juda bir yuqori bir ruhda, kayfiyatda qabul qilib kutib olindi. Aynan mana shu qarorda 29-30 aprel kunlari Samarqand shahrida juda ham bir katta konferensiya o'tkazilishi alohida bir belgilab qo'yildiki, bu konferensiya nafaqat mahalliy 100 dan oshiq xorijlik ekspertlar, olimlar, ulamolarni ishtirokini ta'minlaydi va bu Imom Motrudiy va u kishining izdoshlarini, meroslarini chuqur o'rganish yo'nalishida ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan juda ham bir katta konferensiya bo'lib xizmat qiladi. Imom Motrudiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan oxirgi 1 yil davomida bevosita ajdodlarimiz ilmiy ma'naviy merosini o'rganish yo'nalishida, xalqaro yo'nalishda, jaholatga qarshi ma'rifat yo'nalishida, ma'naviy ma'rifiy targ'ibot yo'nalishlarida qator ishlar amalga oshirildi. Va bu o'rinda alohida bir narsani ta'kidlashimiz lozimki, biz shu kunga qadar Imom Motrudiy va u kishining izdoshlarining asarlarini xalqimizga, ayniqsa yoshlarga o'zlarining xalqchil tillarida yetkazishga harakat qilib belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash yo'lida ishlarni amalga oshirgan bo'lsak, mana bu qaror qabul qilingandan so'ng endi ushbu asarlarni xorijiy tillarga ham tarjima qilish, ularni xalqaro darajada keng jamoatchilikka ham yetkazish masalasi alohida bir band sifatida belgilab qo'yildi va bu narsa albatta markaz oldiga ko'plab amalga oshirish kerak bo'lgan ishlarni, vazifalarni yuklaydi va bu borada ishlarni tizimli ravishda tashkil qilinadi. Chindan ham shunday. Yangi O'zbekiston rahbarining barcha tashabbuslari, barcha islohotlari ezgulikka xizmat qilmoqda. Ramazon oyi mobaynida respublikada ro'yxatdan o'tgan 2145 ta masjiddan 2110 tasida taroveh namozi o'qilib, 1737 masjidda xatmi Qur'on o'tkazilgani bu so'zimizga dalil bo'la oladi. Ramazon oyining rahmat tongini qarshilab, hayit namozini o'qishni niyat qilgan millionlab yurtdoshlarimiz eson-omon, tinchlik xotirjamlikda, ko'ngillarda halovat bilan bu ibodatni ado etdilar. Rahmat va mag'firat oyi bo'lgan Ramazon yurtimizda shukuhli o'tdi. Aytish joiz, taraqqiyotimizning yangi bosqichida barcha sohalar qatori diniy ma'rifiy yo'nalishda amalga oshirilgan islohotlarning ko'lami va ahamiyati chindan beqiyos. Bu sa'y-harakatlar O'zbekistonning musulmon dunyosida yana islom sivilizatsiyasi markaziga, ilm ma'rifat o'chog'iga aylanishiga sabab bo'lsa, ne ajab.